Assalomu alaykum, ahli guruh akalar, ukalar, omonmisizlar, tinchmisizlar? Bugun 6-dekabr. Biz Ashan Rossiyadagi eng katta bir savdo markazlaridamiz, mana qaranglar. Mana bu Mercedes uzunlarini sifati o'ta zo'r. Sifatiga gap yo'q. Shu o'zimizning uzunlar qaranglar. Shularning narxi mana 300 rubldan sotilyapti. Mana sifatga gap yo'q. Qaranglar, biz shuni aytyapmiz-da, mana 300 rubldan sotilyapti. Mana Muscat deyapti, mana Xitoydagi 269 rubl qo'ygan. Shulardan manda aytganda qimmat sotilyapti-da. Agar sifat mana shunaqa mana kачественный bo'lgan bo'lsa, nimaga sotilmaydi? Biznikilar shirin, bu uzundan bu 10 barobar shirin. Endi mana bu holat kerak emas deyapmiz-da. Akalar, mana shu holat kerak emas deyapmiz. Qanday desa bo'ladi? Har birimizni bu islohot degani har birimizni o'zimizga yaratgan insof bersin. Halol ishlasak barokat bo'lishini anglashda yaratgan o'zi qalbimizga solib qo'ysin. Qachonki biz tushunib yetamiz, tushunchamiz to'g'ri bo'ladi. Qachonki biz mana qaranglar, vinograd, gulub. Bu ham o'sha Xitoydagi. Mana shular ham mana 229 so'm. Bizniki mana 300 rubldan sotilyapti. Nima uchun? Mana sifat borligi uchun, mazza. Sifat bo'lsa bo'ldi, mazza o'zi shundoq ham yaxshi biznikilar. Mana Abdumalida qilayotgan ishlari, biz aytgan ishlar hammasi shu hozirgi aytilgan narsa to'g'risida ketyapti-da. Agar ozgina sifatni yaxshilasak, biz hozir ko'pchilik aytayapti-yu, bu qimmat bu себестоимость ko'tarilib ketadi, yaxshi qilib olib kelsa deb. Yo'q. Bu tushunmayapti-da o'sha insonlar. Masalan, sifatli qilib olib kelsa, biznikilar 300 rubldan sotilyapti. Bu yer kelib 100, 150, 200 rubl sotilmasa, 300, 100 rubl degan narsa u o'sha yarmini tashlab olsa ham ustirayd qilaveradi, yana foyda bo'ladi. O'shaning ustiga yarmini o'sha dehqon yoki qabulxonalar yarmini olmaganda ham o'sha yashikda yukni, bir yashik yukni ustirayd qilaveradi-da, to'g'rimi? Biz mana shu narsani tushuntirmoqchi bo'lyapmiz. Mana shu kачествоga hammasidan qimmat, Muscatidan ham, Puskatidan ham qimmat sotilyapti. Nima uchun? Buni ekologik chisti birinchidan, mazasi bor. Shuning uchun akalar, ukalar o'ylanib ish qilaylik. O'zimizni foydamizni bilmayapmiz biz. O'zimiz tushunmayapmiz. Tushunchamiz sayoz. O'shaning uchun mana bunaqa tovarlarni olib kelyapti. Qanday qilib yotibdi-da, bu yerda birov olmayapti mana. Mana shu narsani qo'yib qo'ygan, zaval qilib u yog'ini tityapti, bu yog'ini tityapti. Olmayapti-da, qorayib yotibdi. Damiskilar bo'lamaydi, lekin ular to'kilib ketyapti-da, to'kilib. Shuning uchun akalar, ukalar, harakat qilishimiz kerak. Faqat shu yangilik. Olarman bor, kim aytayapti Rossiyada yemayapti? Mana ko'ringlar, qancha odam olayotgan. Qandaydir определённый vaqt ichida olyapti. Mana nimaga olmayapti? Mana shuni olib ketyapti mana. Shuni olyapti. Konkurensiya ko'p, har davlatdan kelayotgan yuklar bor. Agar bu avvalgini singari faqat O'zbekistondan kelganda edi, biz tushunsak bo'lardi, yaxshi mol qilsak, nimani olib borsak olaveradi desak bo'lardi. Hozir iloji yo'q-da. Konkurensiya turgandan keyin ana olmayapti-ku, o'shada 150 so'm, 100 so'm ana u to'kilib qolgan uzumlarimizni qo'yapmiz, olmayapti. Mana uni olib ketyapti-yu, mana 269 so'mdan yoki o'sha mana bu uzumimizni mana O'zbekistondagi mashina 300 rubldan olyapti-ku. Otasiga rahmat deymiz, mana shu hozirgi olib kelayotgan mana shu uzumni olib kelganda otasiga rahmat deymiz, xolos. Boshqa nima deydik? Nimasi ham qog'ozini ko'rsatay desam, unisi ham yo'q ekan. Shuning uchun sifatga harakat qilaveraylik akalar, ukalar. Birinchidan sifat bo'lsa, bu качество bu yoqqa kelgandan keyin yaxshi narxga sotasiz. Siz o'ylagandan ko'proq, qimmatroqqa sotasiz birinchidan. Uzoq muddatga yetmasdan biz darrov buni narxini ko'tarib olamiz. Brendimizga, aytilgan brendga chiqib olamiz. Undan tashqari halollik bo'ladi. Aldov bo'lmagan yukda arzonga sotsangiz ham yaratgan barokatini berib qo'yadi. Buni his qilish kerak. Buni bir qalbdan ishonish kerak, ishonch bo'lish kerak, iymon mustahkam bo'lish kerak. Alloh barchalarimizga oldinlik, xolislik yo'lda qilayotgan harakatlarimizga barokatlar yog'dirsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.